Ahmad Lutfiy Qozonchini O'gay ona romanini o'qishini tavsiya qilardim. Bu kitob zo'r kitob, men o'zim o'qib chiqqanman, hamma yaqinlarimga tavsiya qilaman. Yaqin insonlarning uchun Alloh bilan ko'ngil suhbat namoziga kitobni tavsiya qilardim. Keyin men degan kitobni tavsiya qilaman. Chunki ularda motivatsiya gaplar o'ta juda ko'p. Qanday kitob o'qishni tavsiya qilgansiz? Men degan kitobni hammasini yaqinlarim uchun Said Ahmadni juz'iy asarini tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham yaxshi asar hisoblanadi. Yaqinlarimga 2 eshik orasini tavsiya qilaman. O'tkir Hoshimov yozgan. Men Said Ahmadning asarlarini sevib o'qiyman va o'zim yaqinlarimga o'sha Said Ahmadning 45 kun, jimjitlik asarlarini, romanlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Hozirda tengdoshlarimga 2 eshik orasi romanlarini o'qishni tavsiya beraman. Yaqinlaringiz uchun qanday kitob o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Men yaqinlarimga 2 eshik orasi asarini o'qishni tavsiya etaman. Kitobni tavsiya qilgan bo'lardingiz. Yaqinlarimga har qanday kitobni tavsiya qilgan bo'lardim, lekin hozirgi kunda asosan o'qiyotgan adabiyotlarim Mirat Chag'ir Oqtoshning deyarli barcha kitoblari bo'lmoqda va ularning orasidan Hayot yutqizgan joyidan boshlanadi kitobini tavsiya etgan bo'lardim. Zero hayot yutqizgan joyidan boshlanadi, yutqizganingda emas, tugagan, o'sha joyda to'xtaganingda mag'lubiyatga uchraysan. Yaqinlaringiz uchun qanday kitob o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Men yaqinlarim uchun Abdulla Qodiriyning asarlarini, ayniqsa O'tgan kunlar romanini tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan tashqari O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini ham tavsiya qilgan bo'lardim. Men yaqinlarimga Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asarini o'qishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum barchaga. Men yaqinlarim uchun G'ofur G'ulomning Mening o'g'rigina bolam asarini o'qishlarini tavsiya qilaman, chunki bu asarda o'zbek ayolining haqiqiy qalbi, mehr, muruvvatga to'la ekanligi ancha yoritib berilgan. Va bu qolaversa bu hayotiy jabhalardan, ya'ni hayotda bo'lgan holatdan yozilgani ham ancha ta'sirli chiqqan. Hammaga tavsiya qilaman, o'qinglar. Men yaqinlarimga Valyonlik boy odam kitobini tavsiya qilaman. Men yaqinlarimga, talabalarimga Rashod Nuriddin Teginning Choliqushi asarini o'qishni yoki bo'lmasam Aleksandr Dyumaning Graf Monte-Cristo asarlarini o'qishni tavsiya qilaman. Yana bundan tashqari Chingiz Aytmatovning qator asarlari bor, ayniqsa Alvido Gulsari asarini o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim.